Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mana 4-sinf bitiruvchilari uchun diplom yoki tashakkurnoma, shunga o'xshash guvohnoma so'ragan ustozlarga mana tayyorladim. Bu qizlar uchun, bu o'g'il bolalar uchun. Ichiga mana bu tomonga tilaklar yozilgan. Bu tomonda mana o'quvchini rasmi, ustozni rasmi va ustozda o'quvchi uchun tilaklari. Fonlari ham milliy uslubda qilingan. Mana tepasini ko'rsalar ham milliy uslubda qilingan. Mana orqa tomonida ham o'zini gaplari bor. Bu o'g'il bolalar uchun tayyorlangan. Mana laminat qilinsa, bundan ham chiroyli tirnoq ko'rinadi. Mana o'g'il bolalarga ham o'ziga xos rangda. Ustozi va o'quvchini rasmi. Xolasalar ismlarini ham qo'yib beraveramiz. Elektron variantda ham tayyorlab beraveramiz. Mana. Ustozlar, kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.